Assalomu alaykum, hurmatli hamyurtlar, qadrli tinglovchilar. Bugungi globallashuv davrida va keskin rivojlanib borayotgan mana bu zamonimizda oldimizda turgan eng katta muammolardan biri bu yoshlar o'rtasida jinoyatchilikning oshib borishidir. Yoshlar jamiyatimizning eng faol va ayni paytda eng ta'sirchan qatlami. Ularning noto'g'ri yo'lga kirib ketishi nafaqat o'zlariga, balki butun boshli jamiyatimizga o'zining salbiy ta'sirini ko'rsatadi. Mana shu holatlarni hisobga olgan holda, o'ylagan holda biz yoshlarimizni hayotdagi, jamiyatdagi o'rnini anglatish, ularga huquqiy savodxonligini tushuntirish va ayrim bir holatlarda ularni hushyorligini oshirish maqsadida mana bu yangi loyihamizga qo'l urganmiz. Bu dasturimiz suhbat tarzida olib boriladi. Bugungi ilk suhbatimizga biz yuridik predensiya fakulteti bitiruvchisi Og'abek Rahmonovni taklif qilganmiz. Assalomu alaykum, Og'abek aka. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshimisizlar? Avvalambor katta rahmat. Mana shu mo'jazaxonaga, mo'jaz suhbatni amalga oshirishga chaqirganlaring uchun minnatdorman. Salomat bo'ling. Sog' bo'ling. Asosiy qismga o'tsak endi. Bugun biz sizga ba'zi bir savollarni berib, sizni qiynash maqsadimiz yo'q, lekin o'zimiz tushunmay turgan, ko'pchilikka qiziq bo'lgan ba'zi bir savollarni berib, sizdan javob olishga harakat qilamiz. Bo'ldi, qo'ldan kelgancha subyektiv tomondan javob berishga harakat qilaman. Unda birinchi savolga o'taveramiz. Nima? Birinchi savolimiz shuki, qonunni bilish va unga amal qilish o'rtasidagi farq nima? Qonunni bilish va uni o'rtasidagi farqni amalga oshirish, undan keyin amal qilish o'rtasida haligi qanday aytsam bo'ladi, yer bilan osmoncha farq bor. Sababi qonunlar kundan kun yangilanadi. Bu birinchi omil. Ikkinchisi, yangi qonun qabul qilingandan keyin eskisi o'z o'rnini yo'qota boshlaydi. To bizni fuqarolarimiz, bizni jamiyatda yangi qonun yetib borguncha eskisi sarqitga aylanadi, yangisi ular uchun yot begona narsa bo'ladi. Bu narsa asosiy omil sifatida amal qilish birinchi o'rinda turadi. Chunki qonunlar, davlat bor ekan, xalqaro siyosatda, xalqaro jamiyatda globallashuv jarayonida sherikchilik davom etayotgan bir pallada bu qonunlarga amal qilish alohida bir yo'sindagi, alohida bir holatdagi jarayon desak mubolag'a bo'lmaydi. Sababi qonunlarga bekorga aytmagan, qonunlarga hurmat ruhida tarbiyalash kerak. Qadim Yunonistonda shu narsa alohida bir bola tarbiyasida o'rin egallagan. Shundan kelib chiqqan holda qonunlarni bilish bilan unga amal qilish o'rtasida ozmuncha tashqi tomondan qarasangiz ikkalasi bir xil holat deb o'ylaysiz, lekin o'ziga qanday tushuntirsam bo'lar ekan? O'ziga yarasha, o'ziga xos belgilari mavjudda. Chunki qonunni ommaviy axborot vositalarida, ijtimoiy medialarda hozir bilamiz. Globallashuv jarayonidamiz, texnologiya asri. Bugun chiqqan qonunni 2 soatdan keyin xabardor bo'lamiz. Bu narsa zamon talabi. Endi unga hurmat ruhida tarbiyalash bilan birga unga amal qilish u boshqa masala. Chunki bizning jamiyatimizda shunaqa qo'sh tirnoq ichida insonlarimiz ko'p. Qanaqa ma'noda aytyapman buni? Qo'sh tirnoq ichida subyektiv tomondan, men o'zimning fikrim. Qonunlarni bila turib, ularga nisbatan nohaq yo'l tutishlari bu. Sababi bu narsa oddiy. Qonunni to'liq anglab yetmaslik bo'ladi. Qonunni tengsamaslik. Shu narsani desak bo'ladi. Sababi qachon qonunni anglab yetadi? Jinoiy jazo qo'llansa anglab yetadi. Haligi xalqimiz ichida bitta gap bor, bitta naql bor. Ko'zi endi ochilibdi degan.
Bu narsa turmaga tushgandan keyin hal bo'ladi. Qo'pol bo'lsa ham aytib o'tib ketaman. Qolgan payt ochiq qiyin masala. Bo'lmasa sud jarayonida, sud protsesslarida bo'ladi. Mani o'zim subyektiv fikrim. Chunki mendan katta yuristlar bor, mendan katta professor domlalarimiz bor. Shulardan o'rgangan narsalarim orqali sizlarga shu narsani aytdim. Bizning maqsadimiz ham shuki, toki insonlar, asosan yoshlar shu jinoiy javobgarlikkacha kelmasin, iloji boricha. To'g'ri. Jinoiy javobgarlikka yetib borish uni kelajakka bo'lgan ishonchni o'ldiradi va kelajagini barbod qilish. Aniqda bu faktik jihatdan ham. Shu narsa. Bo'lmasa yana bir savolimiz, Bemalol. yoshlar o'rtasidagi jinoyatchilikning avj olib ketishiga oila va jamiyatdagi salbiy muhitlar qaysi deb o'ylaysiz? Yoshlar o'rtasida jinoyatchilikdan avj olib borishida oila bilan jamiyatning o'rni nihoyatda beqiyos desa bo'ladi. Sababi ikkalasi bir-biriga bog'liqda. Asosiy qonunimizda berib qo'yganki 76-moddasida oila jamiyatning asosiy bo'g'inidir degan. Shu normadan kelib chiqadigan bo'lsa, ikkalasi bir-biriga chambarchas bog'liqda. Chunki yoshlarimiz aynan oilada tarbiyalanadi va jamiyatda o'z o'rnini topadi. Ikkalasi bir-biriga bog'langan, mutanosib ravishda qo'llanilgan bir huquqiy termin sifatida olsak bo'ladi. Sababi huquqiy termin deyishimga sababi bu ikkalasi qonunda ham bir xil holatda qo'shib aytilgan va bir xil normada, bir xil holatda, bir xil darajada belgilab qo'ygan bular. Endi oiladagi asosiy omillar sifatida men o'zimning subyektiv fikrim aytib o'tishim mumkin. Birinchi navbatda ajrimlar ko'payib borish. Statistika agentligi bo'yicha shu narsa ma'lumot sifatida aytib ketaman. Bizni Farg'ona vodiysi, ya'ni Farg'ona viloyati birinchi o'rinda ajrimlar bo'yicha. Birinchisi ajrimda. Uydagi, ya'ni oiladagi zo'ravonlik. Bu narsani biz ko'pchilik bilamiz. Zo'ravonlik faqat tashqi omillarda bo'ladi, ko'cha-kuyda bo'ladi, jamiyat yo'q. Oiladagi zo'ravonlik boshqa. Undan keyingi narsa ota-onani bolaga bo'lgan befarqligi. Buni tushunmasligi. U bilan yaqindan gaplashmasligi. Keyin va yana oxirgi narsa, hamma narsani bilasiz, siz biz bilamiz, jamiyat ham biladi. Nimaga borib taqaladi? Pulga. Moddiy tomondan yetishmasligi. Shu narsa oiladagi haligi noto'g'ri tarbiyani rivojlanishiga turtki bo'ladi. Bu orqali yoshlarimiz oson pul topish yo'lini qilib turib, jinoyatchilikka o'zi bilmagan holda qo'l urib qo'yadi bu. Endi jamiyatga to'xtaladigan bo'lsak, tarozi ikki pallasi bo'lganda, jamiyat bilan oila ikkosi bir xil turishi kerak. Endi jamiyatdagi omillar birinchi navbatda ishsizlik. Undan keyingi masala fuqarolarning teng huquqligini buzilishi. Bu narsa ko'p uchrab turibdi hozirgi paytda. Sababi Konstitutsiyamizda 19-moddasida har bir fuqaro bir xil huquq va erkinlikka ega. Davlat buni kafolat berishi lozimligi gapirilganda, lekin ba'zi bir qo'shtirnoqda ichida haligi hamkasblarimiz deymizmi yoki boshqa organda odamlar deymizmi, bu narsaga, bu tamoyilga amal qilmasdan ish yuritish davomida ham, ishida ham, ko'chada ham, jamiyatda ham shu narsaga xatolikka qo'l urib qo'yishyapti. Mani fikrim, oila muhtaram prezidentimiz aytib ketgan 2018-yil 5-dekabrda, hali ham esimda turadi bu holat. Oila, jamiyat, davlat uchalasi o'zaro bir-biriga bog'liq narsa. Bir-birisiz rivojlanish ehtimoli juda kam. Shuning uchun rivojlanishning eng quyi bosqichi mahalla deyilgan. Mahalladagi eng quyi bosqich oilani ichi deyilgan. Shuning uchun uchalasi bir-biriga bog'langan holda bir-biri bilan kelishib, hamkorlikda yoshlarning tarbiyasiga bo'lgan urinishlarini amalga oshirishlari mumkin. Ya'ni ota-onalarning moddiyat tarafga ko'proq e'tibor qaratib, o'zini farzandlariga kam vaqt sarflashi. Endi bu tarafda gapingizni bo'ldim, uzr. Bu tarafda endi moddiyat deyapsiz-ku, hayot qonuni moddiyat bilan bog'liq.
eski kitoblarda aytishgan, man sizga hozir faylasuflik qilmoqchi emasman. Ikkisini Hozirgi teng olib ketish qiyin ha, demoqchisiz. mavzular bo'yicha kelib chiqqan holda tarixiy yondashsa ham yaxshi bo'ladi. Eng buyuk olimlar, mutafakkirlar Yunonistonda bo'lgan. Hmm. Yunonlarda aytishi bo'yicha, endi men kitob bo'yicha o'qiyapman, kitobdan kelib chiqqan holda gapiryapman sizlarga. Mana shu ko'rsatuvga shu narsani tayyorlab keldim. Oiladagi muhit jamiki narsalarga ta'sir qiladi. Endi shuni o'ylab ko'ring. Nimalarga ta'sir qiladi? Yoshlarga ta'sir qiladi, yoshlar jamiyatga ta'sir qiladi, jamiyat buzuq bo'lsa, davlatni rivojlanishi, davlatni xalqaro o'rniga, uni miqyosiga, uni kuchiga va boshqa bir qator ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy holatlariga o'z-o'zidan ta'sir ko'rsatadi. Va bir kun kelib ag'darilishiga ham sabab bo'lishi Hokimiyat ag'darishiga sabab bo'ladi. Chunki ertangi kunni sababchilari, ertangi kunni egalari yoshlari. Siz biz ham yoshmiz. mumkin. Lekin bizdan kichkinaga nisbatan bizdan ulg'ayganlarga yoki ma'lumot sifatida o'rganganlarga aytishimiz mumkin bu narsani. Mani fikrim shu, subyekt tomonidan. O'ylashingiz mumkin, subyektiv deyasiz. Chunki har bir odamning o'zining fikrlashi bor. Bu narsa konstitutsiyadan berib qo'ygan. Yangi norma sifatida kiritilgan. Har kim fikrlash, so'z va e'tiqod erkinligi huquqiga ega degan. Chunki mani fikrim qaysidir bitta mani hamkasbim yoki qaysidir bitta xalq organlariga, xodimlariga yoqmasligi mumkin. Va boshqa talqinda borishi mumkin. Shundan kelib chiqqan holda subyektiv tomondan o'zim fikrimni aytyapman. Og'abek aka, shu o'rinda yana bir savol. Ta'lim muassasalarimizda o'quvchilarga huquqiy ongini oshirish maqsadida, uni huquqiy savodxonligini oshirish maqsadida qanaqangi bir profilaktik tadbirlar olib borilishi kerak? Mani fikrimcha, profilaktik tadbirlar amalga oshirishdan oldin huquqiy savodxonlik fanini kiritish kerak har bir fakultetga. Bu masala ko'rib chiqilyapti. Yangi sifatida sizlarga aytib o'taman. Profilaktik tadbir haftada bir marta bo'lishi mumkin. Chunki unga biriktirilgan xalq organini vakili bundan boshqa ishlari ham borda uni. Chunki boshqa biriktirib qo'yilgan ishlari bor, vazifalari bor. Uni fan sifatida olib kirish, meni o'zimning fikrimcha, maqsadga muvofiq bo'ladi. Sababi bir haftada 6 kun o'qish sifatida qarasa, 6 kun o'qishda bir kunini huquqiy savodxonlik fani bo'lsa, talaba yoki o'quvchi bu narsani o'rganadi. Majburan bo'lsa ham o'rganadi. Bitta justitsiyani kitoblarida bitta holatni gapirganman. Qonunni bilmaslik javobgarlikdan ozod qilmaydi degan. Bu narsa hozir bizning ko'p yoshlarimiz o'rtasida urf bo'lgan. Bitta jinoyatga qo'l urib qo'ydi, bilmay qolibman, bilmasdan, shunga o'xshagan bitta ikkita vajlarni gapirishyapti. Bu asos emasda. Bilmay qolibman, Bu normaga ham kiritilgan. Jinoyat kodeksida ham boshqa normativ huquqiy hujjatlarda ham gapirilgan. Qonunni bilmaslik javobgarlikdan ozod qilmaydi degan. Bu narsa qonunni buzdimi, javob beradi kim bo'lsa. Xo'p, mansabdor shaxs yo huquqni muhofaza qiluvchi organlar vakillari, bo'lmasa oddiy fuqarolar. Meni fikrimcha, bu profilaktik tadbirlar ham o'z o'rni va ahamiyati bor jamiyatda. Chunki huquqni muhofaza qiluvchi organlar vakili kelsa, ya'ni talabalarda o'quvchilarga bir boshqacha ta'sir, psixologik ta'sir qiladi. Sababi unga nisbatan fikri o'zgaradi. U gapirgan gap bo'yicha ko'cha-kuyda harakatlanishni boshlaydi. U gapirib o'tgan sanksiyalar bo'yicha o'zini ehtiyotlab, ya'ni muhofaza qilishni boshlaydi. To'xtab tur, bizni bu narsani gapirdi. Bu narsa minus, bu narsa plus. Men plus ko'rishim kerak, chunki bu narsani aytib o'tgan edi. Kimdan eshitgan? Shu sohaga xizmat qiluvchi organ vakilidan eshitgan. Oddiy fuqarodan eshitgan yo'q, yo sizni bizdan eshitgani yo'q. Oddiy fuqaroni gaplarini eshitsa, bu narsa odam fikrlamaydi ham, yoshlarda bir zarracha bo'lsa ham qiziqish uyg'otmaydi. Meni fikrim. Shuning uchun birinchi navbatda endi
maktab va maktabgacha ta'lim boshqarmalarida bu narsani amalga oshirib bo'lmaydi, chunki 7 yoshgacha bog'chalar, huquqiy savodxonlik degan narsa. Maktab darsligida bu bor, 8, 9, 10, 11 sinflarda bor bu narsa. Endi shuni yana ham kengroq, tushunarliroq fikrlash qobiliyatiga ega bo'lgan yoshlarimizga bu narsani sodda ko'rinishda yetkazib beruvchi metodistlar topish kerak. Metodistlar deganda hamma ko'pchilik boshqacha fikrda bo'ladi, ya'ni o'qituvchi kadrlar yetkazib berish kerak. Chunki hamma kadr o'ziga biriktirib qo'yilgan vazifani to'la to'kis bajarishiga men shubha bilan qarayman. Bu narsa hamma tashkilotlarda qonun buzilishi, qonunga rioya qilmaslik va shunga o'xshagan bir qator siyosiy, ijtimoiy holatlar. Rahmat. Endi mana shu nuqtada sizni hozirgi gaplaringizga bir ma'no jihatidan bog'lanuvchi bir savol bermoqchiman. Kiber jinoyatlar haqida. Kiber jinoyatlar. O'zi umuman bizni qonunlarimizda kiber jinoyatchilikka qanaqa bir jazolar belgilangan? Buni oldini olish, buni oqibatlari qanday bo'ladi? Chunki hozirgi yoshlarimiz kiber jinoyatlar oqibatida aybsiz aybdor bo'lib qolayotganlari juda ko'p. O'zi bilib yo bilmay turib arzimagan sabablar oqibatida ma'muriy hattoki jinoiy javobgarlikka tortilayotganlar ham juda ko'p. To'g'ri. Mana shular haqida bir batafsil tushuncha bersangiz. Endi kiber jinoyat, kibernetika faniga to'xtaladigan bo'lsak, shu fanni olingan. Astronomiya fanlari nomzodi Vayner tomonidan fanga olib kirilgan. Kibernetika asosan axborot va texnologiyalarni rivojlanishi orqali yuzaga kelgan fan sifatida qaralgan. Endi masalani har doim minus va plus tarafiga qarashimiz kerak. Chunki kibernetika, ya'ni kiber jinoyatlar 21-asr texnologiya asrida rahna solayotgan jinoyatlardan biri sifatida qarashimiz mumkin. Sababi bizda jadal rivojlanish shu darajada kuchayib ketyaptiki, hozir oxirgi rivojlanish sifati sun'iy intellekt olsak bo'ladi. Endi shularga ravishda tarozini ikkinchi palatiga qarasa, shularga munosib ravishda kiber jinoyatlar bo'lyapti. Bizda texnologiya kirdi, uni fuqarolar o'rtasida, ya'ni fuqarolar desak bir tor doira qoladi, aholi o'rtasida rivojlantirildi. Hozir siz va biz jamiyatda har bir odamning qo'lida gadjetlar bor. Xohlagan ma'lumotini xohlagan yo'sinda ko'rish kafolatlangan. Endi shu narsa, shu holatni ham jinoyat sifatida ko'targani sababi bunda kiber jinoyatlarda shunaqa narsa borki, inson omili ko'rinmaydi bunda. Insonni qo'li bilan bo'ladi, lekin inson ko'rinmaydi, kim qilgani bilinmaydi. O'shaning uchun kiber jinoyat axborot va texnologiyalardan noqonuniy ravishda foydalanish. Bir so'z bilan aytganda, kiber jinoyat turlari nihoyatda ko'p. Ya'ni monitor orqasidagi shubhorlar desa ham qo'shtirnoq ichidagi, qo'shtirnoq ostida, qo'shtirnoq ichidagi qahramonlar esa boshqacha bo'ladi. Endi kiber jinoyatlar turlari nihoyatda ko'p. Asosini aytib o'tib ketaman. Asosiy hozir urush bo'lgan, jinoyatchilikda o'z o'rniga ega jinoyat sifatida. Xo'p. Onlayn firibgarlik. Bu narsa bor. Juda ham avj olib ketgan. Juda. Telegram messenjerlari, Instagram, TikTok, shunga o'xshagan boshqa social medialarda o'z holatini ko'rsatgan. Undan keyin hakkerlar. Davlatni belgilab qo'ygan sayti, bazasi. Yaqinda xabarimiz bor, siz ham eshitgansiz, 15 million aholini shaxs haqidagi ma'lumotlar tarqab ketdi. Shuni endi aytmoqchi edim. Bu narsa nimaga olib keladi? Bu narsa fake xabar birinchidan. Chunki sizga davlat sayt yaratib qo'yadi, baza yaratib qo'yadi, unga kirish shu darajada oson bo'lishi mantiqqa to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun Toshkent axborot va texnologiya universitetida 3 yil adashmasam 3 yil, balki adashayotgan bo'lishim mumkin, kiber xavfsizlik fakulteti ochilgan. Bu bejiz emas bu.
xalqaro doiradagi professorlar kelib dars o'tishyapti, amaliy nazariyalar o'tishyapti, amaliy holatlarda ko'rsatishyapti va chet el huquqni muhofaza qiluvchi organlar bilan hamkorlikda bu sohani rivojlantirishga bir qator bel bog'langan buni rivojlanishi uchun bu jinoyatni oldini olish uchun byudjetdan ham hazilakam pul sarflangan va o'z o'rnini oqlab kelyapti. Bu ba'zi bir haligi huquqiy jihatdan yetuk bir shaxsda gapirish mumkin. Kiber jinoyat tagiga yetishmaydi buni. Chunki bunda monitor orqasiga qahramon topish o'ta qiyin masala. Bunga davlatning kuchi ham, davlatning huquqni muhofaza qiluvchi idoralari ham, tashkilotlari ham, muassasalari ham qo'ldan kelmaydi. Bu odamlarga nima deyish mumkin? O'zingizni bilib yashang deyish mumkin. Boshqa gap so'z yo'q. Chunki davlat hamma yo'g'ini sarflab, to'g'irlab, tizimi, nazorati, xavfsizlik holati belgilab beradi. Oddiy misol mana MyGo dosi, shaxsiy kabinet. Bunga o'zingiz login parol kiritasiz, nechxonali bo'lsa ham, elektron pochta. O'zingiz bilmaysiz, boshqa odam qanday bilishi mumkin? Bu oddiy bir gap sifatida sodda xalqimizga ishontirilayotgan bir qandaydir bir ig'vo sifatida qarasak bo'ladi. Mani fikrim shu. Endi bu kiber jinoyatchilik yana bir o'ziga xos tomoni shunaqaki, minus tarafi internet orqali bo'lyapti. Bizni yoshlarimiz mana shu internetga shu qadar ishonadiki, u ishonchda oldida nima desamikin, harbiy vatanparvarlik ishonchi ikkinchi darajada. Ya'ni aytmoqchisizki, ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish, internetdan foydalanish va qanaqadir ma'lumotni saqlash bizda kafolatlanmagan. Shunaqa demoqchimisiz? Shunaqa, to'g'ri. Bir tarafdan olsangiz to'g'ri bu narsani. Va buni xavfsizligi kafolatlanmagan demak. Xavfsizligi to'g'ri, shunaqa, to'g'ri. Shunaqa olsangiz bo'ladi. Endi undan keyingi narsalar hozir raqamli tizimdamiz. Bu raqamlashtirish bizga Buyuk Britaniya, Germaniyadan kirib kelgan. Sababi raqamlashtirish orqali kod, parollarni qo'yilishi bu firibgarlarni ishini bir qadar qiyinlashtirib qo'yadi. Ochiq fuqarolarni shaxsiy kabinetga kirish huquqini cheklaydi. Men bir narsani aytaman, yurist sifatida kiber jinoyatchilikka qarshi davlatimizni hamma yo'g'i yetarli. Oldini olish, muhofaza qilish, tartibga solish, tarbiyalash, hammasi ortig'i bilan. Prosta shunchaki bizni ommaviy harakatlarda bu narsa ochiqchasiga aytilgan. Kam odamlar eshitilyapti. Kiber jinoyatchilikka duch kelgan fuqarolarimizni ishlari hal bo'lmayapti. Huquqni muhofaza qiluvchi organlarga ariza topshirdik, shikoyat qildik bu holat bo'yicha. U darrovda hal bo'ladigan holat emas. Chunki o'sha fuqaroni pulini o'zlashtirishda u firibgar, ya'ni oyna ortidagi qahramon bir kunda urinmaganda. Kunlar, haftalar, oylar mobaynida shu fuqaroni ishonchiga kirib, suiiste'mollik orqali unga biriktirib qo'ygan moddiy ne'matlarni noqonuniy ravishda o'zlashtirib olgan. Endi davlat bu narsa holatni o'rganishi bor. O'sha kundan, haftadan, oydan hisob kitobini qilib, ip topadi, o'sha bitta tortadi, shu holat bo'yicha qarabsizki, kiber jinoyatchilik. Unda nimaga biz mana aytyapsizki, jamiyatimizda kiber jinoyatchilikni oldini olish, tartiblash, muhofaza qilish, bu narsalarni qilishga davlatimizning imkoniyati yetadi. Albatta yetadi. Lekin haligacha bu kiber jinoyatlar kuchayyaptiki, bir kamayish holatlarini ko'rmayapmiz. Kiber jinoyatlarni kuchayayotganini siz ijtimoiy tarmoqlarda eshityapsiz. Birinchidan. Davlat rasmiy belgilab bergan ommaviy axborot vositasidan eshitganingiz yo'q. Qanchalar ishonasiz? Mana yuqorida aytib o'tib ketdim. Yoshlar internetga shu qadar ishonadiki, badiiy vatanparvarlik ruhidagi tarbiyalangan bola ham o'zini holatida qolib internetga o'tib ketadi-da.
siz hozir shu narsani kundan kunga oshib boryapti deysiz, to'g'ri oshib borayotgan bo'lishi mumkin, lekin uni rasmiy ravishda ommaviy axborot vositalari e'lon qilgandan keyin bitta fikrga kelsa bo'ladi. Balki men adashayotgan bo'lishim mumkin, balki unaqa texnologiya, unaqa holatlar endi rivojlanayotgan bo'lishi mumkin, lekin bu narsa yangi jinoyat turi sifatida kiritilgan. Buni oldini olish uchun yangi bir chora-tadbirlar, kafolatlar belgilab qo'yilgan. Menimcha boringki 5 yil bo'ldi menimcha. Bu jinoyat kirib kelishi, bu termin bizda asosiy so'z sifatida ishlatilayotganiga. Endi Og'abek, asosiy savollardan bittasini bermoqchiman. Yoshlarimizning siyosiy va huquqiy savodxonligini oshirish haqida. Yaxshigina savol berdingiz, o'ylantiradigan. Bu bizda bormi? Bo'lsa qay darajada bor? Bu mavzu bo'yicha gapirsangiz 5-6 soatlab gapirasiz. Chunki bu narsa siyosiy savodxonlik bilan qonuniy savodxonlik, ya'ni qonuniy savodxonlikni huquqiy savodxonlik sifatida qaraylik, chunki termin sifatida. Ikkalasini o'rtasida yo'q, ikkalasi bir-biriga bog'liq, lekin oz-moz farq qiladigan jihatlari bor. Siyosiy savodxonlik degani bu, endi yoshlarning nag'zida aytaman, xo'p, davlat boshqaruvida, saylov jarayonlarida, undan keyin jamoat uyushmalari va jamoat birlashmalarini chiqarayotgan qarorlarida o'zini ishtirok sifatida qarashimiz mumkin. Bu narsa asosiy qonunimiz hisoblangan konstitutsiyamizda 8-bobi 36-moddasidan boshlab 40-moddasigacha alohida bir norma, alohida bir bob, alohida bir e'tibor qaratadigan moddalar majmuasi sifatida qarasak bo'ladi. Endi bu siyosiy savodxonlikka nimalar kiradi, bu yoshlarimizga aytadigan bo'lsak, xo'p, siyosiy savodxonlikni oshirish bu birinchi navbatda davlatni kelajakka bo'lgan intilishini belgilab beruvchi eng muhim tadbirlardan biri bo'ladi. Chunki biz demokratik davlatda yashayapmiz. Demokratik davlatning eng ustuvor birinchi holati, ya'ni birinchi belgisi huquqni ustuvor bo'lishi demokratik davlatda. Undan keyin demokratiya so'ziga alohida yondashadigan bo'lsak, demokratiya yunocha so'zidan olingan bo'lib, xalq boshqaruvi degan ma'noni bildiradi. Demak, olib kelyapti, davlat boshqaruvida bevosita xalqimizni ishtiroki ta'minlab qo'yilgan. Endi bizni aholimiz hozir 39 millionga yaqinlashyapmiz. 39 millionni pashti 52%, men 2022-holat bo'yicha aytyapman, yoshlar tashkil qiladi. Saylov jarayonlarida, davlat boshqaruvida va shunga o'xshagan bir qator tadbirlarda bevosita yoshlar ishtirok etadi. Konstitutsiyamizning 38-moddasida miting, yig'ilish, namoyish o'tkazish huquqi berilgan. Bu narsa nima? Bu narsa, agar siyosiy jarayonlardan norozi bo'lgan yoshlarimiz bemalol o'zini uyushgan hamkasblari, birodarlari va do'stlari orqali amaldagi hokimiyat, amaldagi siyosiy tartibot va boshqaruvga nisbatan o'z fikrini bildirishi bor. Undan keyin konstitutsiyamiz yana bog'lanamiz, sababi 2023-30-aprelda qabul qilingan konstitutsiyamiz bir olamshumul yangilik kiritildi desa mubolag'a bo'lmaydi. Sababi bir qator erkinliklar, kafolatlar, imtiyozlar belgilab berildi. Yoshlarimiz uchun ham, xalqimiz uchun ham. 39-moddasiga qaytadigan Shu bo'lsak, joyda bitta qisqa savol berib ketay. Mana shu imkoniyatlardan, mana shu kafolatlangan holatlardan bizning yoshlarimiz naqadar xabardor? Xabardor bo'lishi, meni fikrimcha, hali to'liq yetib borgani yo'q yoshlarimizni. Chunki shunaqa narsa bor. Yetkazish uchun mutasaddilar tomonidan bir harakat bo'lish kerakmi yoki o'rtada bo'lish kerakmi? Hamkorlikda bo'lish kerak. Hamkorlikda bo'lishning sababi, agar hamkorlik sifatida eng yaxshi vositachi, eng yaxshi hamkor ommaviy axborot vositalari bo'ladi. Chunki xabar tez tarqalishi, xabarni qay darajada qabul qilinishi ommaviy axborot vositalarini qay darajada ishlaganligiga bog'liq. Ko'p yoshlarimiz o'zi aytib o'tib ketdingiz, xabardor bo'lish bo'lmasligi bu statistika agentligiga bog'liq. Jamiyatdagi yoshlarimizni yurish turishiga bog'liq. Misol uchun men eng so'nggi yangilik sifatida aytaman.
mana shu yanvar oyini oxirida, aniq sanasi esimda yo'q, prezidentimiz selektor o'tkazdi va shu narsadan aytib o'tib ketdiki, ijtimoiy himoya reyestriga kirgan oilalarni farzandlari oliy ta'limda o'qiyotgan bo'lsa, moddiy ta'minot olishlari, ijara shartnomalari hamda kontraktni bir qismini to'lab berishi davlat hisobidan. Bu olamshumul yangilik bu. Chunki siz o'ylang, bizda qancha oliy ta'lim muassasalari, qancha talaba bor. To'g'ri, hamma talabalar ijtimoiy reyestrga turmasligi mumkin. 30% deb olsangiz ham qancha odam bo'lib ketadi? Bizda oliy ta'lim muassasalari ko'p, talabalar ham minglab, lekin uni sifati qay darajada degan savol ham bor. Sifati deysiz. Sifati. To'g'risi men oliy ta'limni sifatiga u qadar ishonmayman. O'zimning shaxsiy fikrim. Siz nima deb o'ylaysiz bilmadim. Bir paytlar Amerika prezidenti Dal Karnegi bitta gapni aytib o'tib ketgan, bitta jumlani o'zini ishchilari katta aksiyadorlik jamiyati bo'lgan o'sha paytda bizga miqdor muhimmi yoki sifat muhimmi degan. O'zini ishchilar bir qator auditoriyaga katta ishchilar jamlanmasi bo'lgan. O'shanda ishchilardan o'sha paytda ovoz olish boshlangan, saylov bo'lgan. Saylov desa xato bo'ladi, ovoz berish bo'lgan. Miqdormi, sifatmi deganda 73% ishchisi, ya'ni o'zini qo'ychisi sifat degan. Shundan hisoblab ko'ring. Endi men boshqa oliy ta'limlardan xabarim yo'q. Endi ijtimoiy medialarda hamma o'zini haligi plus tomonlarini ko'rsatadi. Minus tomonlari qaratmaydi. Chunki minus tomoni qaratildimi, unga nisbatan tanqid va har xil ma'lumotlar va shunga o'xshagan bir qator ijtimoiy nuqsonlarni keltirishadi. Endi men o'zimning fikrim, oliy ta'limda siz aytib o'tib ketdingiz, ta'lim sifatini yaxshilash uchun alohida bitta bo'lim tashkil qilingan. Ta'lim inspeksiyasi degan. Bu narsa barcha oliy ta'limlarda, muassasalarda mavjud emasligi, bu narsa qonun boshqa normativ hujjatlarda belgilangan, chunki ichki qaror asosida tuziladi. Bu ta'lim inspeksiyasi shu siz aytgan o'sha dolzarb mavzudagi ta'lim sifatini, o'qituvchilarni saviyasini, dars o'tish prinsipini va sun'iy intellekt orqali amalga oshirayotgan ma'ruzalar, leksiyalar va shunga o'xshagan holatlarni tekshirish, nazorat qilish va to'g'ri, adolatli, teng yetkazib berish vazifasini ko'tarishgan. Vazifasini nima desam bo'lar ekan sizga? Vazifasini o'z bo'yniga olishgan. Endi men o'zimning subyektiv fikrim, respublikamizda barcha oliy ta'lim muassasalarida bir xil o'qish prinsipi emas. Sifatan bir xil emas. Chunki barcha oliy ta'lim muassasalari bir qancha yo'nalishlarni o'z ichiga oladi. Misol uchun oddiy Farg'ona davlat universitetini olsak, tarix fakultetini ichida 5-6 ta yo'nalishlar bor. Uni o'ylab ko'ring. Bitta fakultetda o'zida. Bitta iqtisodiyot, xizmat, tabiiy fanlar. Undan keyin tarix fakulteti, INYAS, ketaverasiz sanab. Endi uni ichida tarmoqlari bor. Tarmoq. Asosiysi universitet, undan keyin faoliyat, tarmoq, yo'nalish shunday bo'lib ketadi. Endi meni fikrim, mana shu inspeksiyani, ta'lim nazoratini amalga oshirish uchun tashkil qilingan inspeksiyani vakolatini kengaytirish kerak va eng zo'r narsa bu chet el oliygohlarida amalda qo'llanilib kelyapti. O'quvchilarni ijtimoiy so'rovnomasi. So'rovnoma olish kerak har bir talabadan. U xoh nogironligi bo'lsin, xoh bitiruvchi kurs bo'lsin, xoh perevod orqali kelgan bo'lsin yoki suhbat orqali kirgan bo'lsin. Har biridan alohida bir yo'sinda har bir talabani ijtimoiy so'rovnomada qatnashishini nazorat qilish kerak. Chunki ba'zi bir talabalarimiz bor, shunchaki so'rovnomadan o'tib qo'yadi, bo'ldi. Boshqa narsasi yo'q. Shuning uchun
ta'lim inspeksiyasini vakolatini kengaytirish kerak va ko'proq talabalar bilan so'rovnoma o'tkazish kerak. Shu mani fikrim. To'la u oliy ta'limdan gapiradigan darajaga yetib kelganim yo'q. Endi Og'abek aka, yana bir asosiy savollardan bittasi. Mana siz aytyapsizki, yoshlarimizga bir imkoniyat yaratish maqsadida ularni muhofazasi, ularni ta'lim tarbiyasiga bir chuqur ta'sir qiluvchi bir sharoitni yaratib berish haqida juda ko'p qonun qarorlarimiz chiqyapti. Qonun va qonunsiz hujjatlarimiz bor. Endi bu qonunlarni yoshlarimizga, umuman jamiyatimizga yetkazishga qaysidir bir vazirlik javob beradimi, qaysidir bir tashkilot, qaysidir bir organ deymizmi? Bo'ldi, siz savolingizni tushundim. Qisqa lo'nda asosiy joyini aytib o'tib ketaman. Muhtaram Prezidentimiz tomonidan 2019-yil 9-yanvar kuni jamiyatning huquqiy ong va huquqni madaniyatini oshirish chora-tadbiri to'g'risida Prezidentimiz farmoni chiqqan. Unga ko'ra xalqimizning huquqiy ongini oshirish, savodxonlikni yuksaltirish va yoshlar o'rtasida jinoyatchilikni kamaytirish maqsadida bu qaror chiqqan. Bunda asosiy vakolatlari bu qarorni ijrosini ta'minlash Adliya vazirligi tizimiga o'tkazilgan. Bunga vaholanki bitta vazirlik shuncha holatlarni bartaraf qilishga imkoniyati ham, vaqti ham yetmaydi. Unga qo'shimcha ravishda maktab va maktabgacha ta'lim vazirligi va oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi yordamchi sifatida qo'yilgan. Bu narsa ko'rinib turibdiki, hamkorlik tamoyili, hamkorlik prinsipi. Endi bu narsalarni ijrosini ta'minlash va jamiyatimiz qay darajada qabul qilishi va shu bilan birga yoshlarimizda jinoyatchilikni oldini olishga qaratilgan bu qaror va qonunlarimiz qay darajada ta'sir qilishini nazorat qilishi bor, yillik hisobot topshirilishi bor bu holatda. Sababi bizda bitta narsa bor, qarorlar chiqaradi, qonunlar chiqaradi, lekin ijrosi ta'minlanmaydi. Bu chekkada o'tirganlarni bir nomaqbul gapi sifatida qarashsa bo'ladi. Chunki har yil hisobi bo'ladi degan narsa bor. Yil hisobi bo'ladi. Yil hisobda har bitta vazirlik 22 dan oshiq vazirlik bor yangi holatlar bo'yicha. Alohida Oliy Majlisga hisobot topshiradi. Oliy Majlisda hisob palatasi degan alohida bir bo'g'ini qilgan ishlari, amalga oshirganlari, bitta oddiy misol hozir urf bo'lgan mavzu kambag'allikni qisqartirish vazirligi, agentligi. Shu oddiy sifatida aytaman, oddiy holat sifatida yil davomida nechta fuqaroni ish bilan ta'minladi, nechtasini zaxiraga oldi va necha nafarini tashqi migratsiya shartnomasi asosida chetga yubordi. Shular hammasini hisobidan topshiradi. Va bu hisobi o'z-o'zidan oddiy hisobot topshirish emas, asoslantirib beradi. 2000 ta odamni chetga chiqardi, migratsiya orqali, ya'ni shartnoma orqali. Har biri uyiga borib tekshiriladi bu holat. Chunki u ko'zbo'yamachilikka qilingan oddiy qog'ozdagi ma'lumotmi yoki amalda ijrosi bajarilgan ma'lumotmi? U vazirlikka, u idoraga, u muassasaga qay darajada qonun yetib borganligi bilinadi birinchi navbatda. Ikkinchi navbatda bu qonunni o'sha idorada ishlash davomida tarqatish tizimi bor. Ya'ni yoyish. Xodimlar o'rtasida qanaqa bir muhitda shakllantirishi bor. Eng asosiy mezon xodimlarni qay darajada qabul qilish. Yuqorida aytib o'tib ketdim, Prezidentimiz yanvarda qilgan selektorida Milliy gvardiya tizimi 3 ta smenali bo'ldi va alohida ustama haq to'langan bo'ldi kechki smenaga. 50% ustama haqqi. Bu degani oddiy misol 5 million oylik oladi desangiz, kechki smena turganlar 2,5 million bonus sifatida qo'shib beriladi. Oddiy misol, bu qarorni, bu chiqargan qonunni, farmonni xalqqa birinchi navbatda vazirliklarga, vazirliklardan davlat tashkilotlariga yoki muassasalariga, undan xalqimizga etap tushishi, yoyilishi bor. Bir so'z bilan aytganda, yoshlarimizga ham, xalqimizga ham, bir so'z bilan aytganda, keyin nogironligi bo'lgan yoshlarimizni ham
huquqi, erkinligi, imtiyozi 100% asosiy qonunimizda hisoblangan, konstitutsiyada kafolatlangan. Bu narsa hech qachon o'zgarmaydi, chunki konstitutsiya fuqarolar va davlat o'rtasidagi shartnoma bo'ladi. Bu shartnoma buzildimi, yo u taraf yoki bu taraf huquqiy javobgarlikka tortilishga majbur. Bu asosiy norma, mezon sifatida qaralgan. Rahmat Og'abek aka. O'ylaymanki, bugungi suhbatimiz uchun bir yetarlicha ma'lumotlar berildi. Xudo xohlasa bu birinchisi emas. Siz bilan hali turkum dasturlarini amalga oshiramiz. Xudo O'ylaymanki, siz xohlasa. ham bunga rozi bo'lasiz. Albatta rozi bo'laman. Endi hamyurtlarimizga bir xulosaviy gaplaringiz bo'lsa, bemalol ikki og'iz bo'lsa ham aytib o'tishingiz mumkin. Endi men ochiqchasiga qisqa lo'nda gapiraman. Sababi xalqimizga uzun gaplar yoqmaydi. Bu birinchidan. Qonunlarni bilish avvalo o'zimizni konstitutsiyaviy burchimiz, konstitutsiyaviy holatimiz bo'ladi. Ularni bilishimiz jamiyatga biz o'rnimizni belgilab beradi va kelajakka bo'lgan ishonchimiz va davlatimizni oldiga bajarayotgan burchlarimizni ifodalab beradi. Shuning uchun sizlarga yagona maslahatim, qonunlarni to'liq o'qinglar, qonunlarni tushuninglar, eng asosiysi anglash kerak. Va shu bilan birga uni amalda tatbiq qilish kerak. Shunchaki nazariya bilan bu narsani amalga oshirib bo'lmaydi. Birinchisida qiynalasiz, ikkinchisida qiynalasiz, albatta uchinchisidan o'rganib ketasiz va bu holat oddiy sizni kundalik me'yorlari sifatida qaraladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar. Hurmatli tinglovchilar, bu suhbatimiz Xudo xohlasa birinchisi emas. Biz turli mutaxassislar bilan turli mavzularda hali yana bu suhbatlarni davom ettiramiz. Sizlardan bir iltimos bo'ladiki, mana shu videolarimiz ostida izoh qismida o'zlaringizni bir fikr mulohazalaringizni, balki sizlarni qiynab turgan qandaydir bir savollaringiz bo'lsa, mana shularni qoldirib yozib ketishingiz mumkin. Keyingi suhbatlarimizda diydorlashguncha xayr, salomat bo'ling.